Bugungi biz navbatdagi operatsiyamiz bo'yin tomirlariga stentlash amaliyotini bajardik. Bemorimiz 74 yoshdalar, erkak kishi. Bular bizga bosh aylanishi bilan, shikoyati bilan kelganlar va biz ularga bo'yin tomirini stentlash amaliyotini bajardik. Mana bu ko'rib turganinglar, bu stent qo'yishdan oldingi holati, ichki uyqu arteriyasini torayib qo'ygani va mana bu biz stent qo'yganimizdan keyingi oxirgi holati. Mana shu tomirni biz stent orqali kengaytirib qo'ydik. Endi bu bemorimizda bosh aylanish belgilari ketadi va biz insultni xavfini oldini olgan bo'lamiz. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol Neomed kardio klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.